Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, bugungi videomizda konteyner mahsulotlar narxini yoritib beramiz. Bundan tashqari akalarimizda konteynerda profillari ham bor ekan, ya'ni S profil, P profil, 4x4, 6x4 hamma profillardan bor va albatta 6 metrlik konteynerdan yasalgan ko'chma uylar. Ularni ham narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona bo'yida Dehqonobod komenteridan bo'lyapti. Dastavkalar esa butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda. Videomizni boshida bittadan like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysang, albatta kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Qani biz bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Siz aka yaxshimisiz? Siz yuribsiz? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat aka. Xo'sh, qo'llarni ko'rmasin. Xalqimizga juda ham foydali, kerakli bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarib, maydalab va alohida sotyapsizlar ekan. Shunaqa imkon qadar qo'ldan kelgancha. Bo'lmasa bir o'shdan narxlarni yoritib beraveramiz, usta aka. Birinchi mana shu polliklarimizdan boshlaylik, maylimi? Bo'ldi aka. Polliklarimiz. Aha. O'sha 63 santimetrga yeni. Aha. Uzunligi 1.63 santimetrlik polimiz. Kvadrat o'zi 1 kvadrat chiqadi. Bunimizni bir donasi 80 ming so'm bo'lib turibdi. 80 ming so'mdan tanlab olishi. Tanlab olinadi. Holatlari zo'r, yana ham tanlab olinaveradi, shunda bo'lsa ham. Bir boshdan olsa kelishtiriladi. Bir boshdan olsa ozmas kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Ha. Keyingi bu kattalari-chi usta aka? Katta pollarimiz o'rta holat, sal holat pastroq. Endi bundan yaxshi laminatimiz bo'ladi, undan tugab qoldi. O'rta holat polimiz bir donasi 330 ming so'm. Kvadratiga 115-120 atrofida 115 ming so'm berilaveradi. Aha, nargisi. Ularimiz 300 ming so'm. 300 ming so'm. Kvadrat qancha turib keladi? Kvadratga 110 ming so'mdan tushadi. 110 ming so'mdan. Mana bular-chi. Bu 140 lik polimiz. Buni ham endi o'sha katta pol razmeri bilan bir xil davomiga tushib ketaveradi. 116 bu ham. Aha. 140 bo'yi. Bunimizni kvadrat 85 ming so'm. 85 ming so'm. O tepada turganlari-chi? Tepada turganlar o'sha 65 ming so'mlik pollarimiz. 65 Yana 116. Aha. Bo'yi 80. Eng arzoni qanchadan boshlanadi? O'sha 65 ming so'm. 65 ming so'mdan 130 ming so'mgacha. Shunaqa. Endi o kichkina variant, yaxshi pollarimiz 65 ming so'm. Endi bunaqa katta variantda orqada bor, hali molxonani tepasiga hozir lombozga bosyapti, tashak turadigan joyiga. 80 ming, 85 ming so'mdan xuddi shunaqa katta pollar bor, shunaqa butun holat. Aha. Beti sal tirnalgan boshqa bo'ladi. Tushunarli. Xo'sh, bu tomonda nimalarimiz bor ekan? Lagalarimiz. Lagalar bor ekan. Aha. Lagalarimiz 3 xil laga chiqadi konteynerdan. Aha. Standart laga, ya'ni ikkala tomoni tengi 81 ming so'm bo'lyapti. Gibrid laga deymiz. Bir tomoni katta, bir tomoni kichkina hamda holat bo'ladi. Bir tomoni kichkina, bir tomoni katta. Bunaqamiz 75 ming so'mdan. Qovurg'ali lagamiz. Aha. Donasi 87 ming so'mdan. 87 ming so'm. Ya'ni 80 yo'q, 76 75 ming so'mdan 87 ming so'mgacha har xillari bor. Uzunligi 2.30, qalinligi 4 mm konteynerda lagasi. Ruchkalarimiz-chi? Ruchkalarimiz 50 ming so'mga 60 ming so'm bo'lyapti. 50 ming so'mga 60 ming so'mdan. Xo'sh, eshikbozlarimiz? Eshikbozlarimiz kaltasi 225 bo'ladi uzunligi, razmeri 10 ga 5 bo'ladi. Kalta bozimiz 105 ming so'm. Aha. Uzuni 255 bo'ladi, 120 ming so'm. 120 ming so'm tugab qoldi-da. Shunaqa aka, lagamiz, bozimiz tugab qoldi hozir. Tugab qoldi. Konteyner orada bir 10 kun to'xtalish bo'lib qoldi. Shuni hisobiga yuklab. Chanalarchi? Chanalarimiz 520 ming so'm. 520 ming so'm. 6 ga 6lar. 6 ga 6larimiz bu ham 1170, qalinligi o'sha 3.7 teni. Bir donasi 620 ming so'm. 620 ming so'mdan yuklatib berish ichida mana zakazlar ketyapti. Xo'sh, bundan tashqari mana bu yerda 10 ga 15lar bor ekan. 10 ga 15larimiz ekan, tozalangan holat, ya'ni shu ugonliklari olib qo'yiladi, svarkalari chaqlab qo'yiladi, tekizlab. Bir donasi 240 ming so'mdan. 240 ming. Uzunligi 225 bo'ladi. Aha. Endi daroza tepa. Mana bularimiz, aha. 210 bo'ladi. 12 ga 12 bo'ladi razmeri. Bu ham ustunga ham, qoriqsa ham bo'laveradi. Bunimiz bir donasi 160 ming so'm. 160 ming so'mda. Tushunarli. Undan tashqari naves uchun, tom yopish uchun, teplitsa uchun shunaqangi profillarimiz bor. Shunday emas ekan? 4 6 ga 4, 1.8 stena, 2 stena hamma turlardan bor. SP kapalak. Ochiq profillarimizdan S kapalak 7, 8, 9 hamma uni ham razmerlari, latoklar. Aha. Hamma assortimentlardan bor. Bularimiz qancha berilyapti? Bular 4 ga 4. 1.8 stena, 260 holatiga bir donasi 42,5 ming so'm. Metrga qancha turib keladi? Metriga 16.500 so'mdan to'g'ri keladi. 16,5 ming so'm, 1.8 a? 1.8 degan. Buni hali 2 pilusi ham bormidi? 2 pilusi bor, 4 ga 4 niki ham bor, 6 ga 4 niki ham bor. 4 ga 4 2 pilusimiz 18,5 ming. 18,5 ming so'm. Aha. 6 ga 4imiz. Bu ham 2.30, 2.60 uzunlikda. Qalinligi bu постоянно 2 osh stena bo'ladi. Yupqasini ham chiqarib beriladi zakazga qarab. Bunimizda shu qalin 2 pilus stenasi 1 metri 24 ming so'm. 24 ming so'm.
2 plus ha? 2 plus. Buni naveskasi necha metrgacha bersin ko'taradi? 16 metrgacha, 16 metrgacha. Bunimiz-chi? Bunimiz shu 12 metrgacha, 12 8 metrgacha. sinasi turaveradi. Ha ha. Xo'sh, mana bu kapalaklarimiz qayerlarga ishlatishadi ustoga? Kapalaklarimiz asosan o'sha tom firmalar bitgandan keyin reka qismiga, shipper tagi, tunikani tagidan o'sha reka o'rniga qo'yiladi. Bu 10 lik razmerdan chiqqani, buni ham har xil razmerlari bor, 10, 11, 12 ketaveradi. Bunimiz bir donasi 27 ming so'm. Uzunligi 2.30 bo'ladi. 2.30, 27 ming so'm. Ha, qalinligi bu ham 2 stena bo'ladi. Qalinidan Orqalisidan qilinadimi? Tomless, orqaless shunaqa. Ha, tushunarli. S profillarimiz bu ham 10 lik razmerda, bu ham ketaveradi 10, 11, 12, 13. Qolgan razmerda narxi o'shanga qarab chiqadi. Bu mana materiallar o'ta sifatlisidan, kraskalargacha o'chmagan, toza zanglamagan. Ha. Bunimizni bir donasi 26.500 so'm. 20 xohlagan razmerda chiqarib berasiz. Shunaqa. Xo'sh, latoklarimiz. Latoklarimiz 30 lik razmerda, asosan обычный do'konlarda sotiladigan razmer. 1 metr 36 ming so'm. 36 ming so'm 1 metri. Buni xohlagan razmerda chiqarib berasiz. Shunaqa, ha. Undan tashqari S profil, kapalak profil, P profillar ham chiqarib berilaveradi, usta aka. Bu yoqda chiqarilyapti. Chiqarilyapti. Hamma razmerdan qilib berilaveradi. 3 ga 1 listlarimiz. 3 ga 1 listimiz 550 ming so'm. 500 ga ko'tarib qolibdi. Ha, ko'tarib. Hamma profilga olishyapti. Shunaqa, mana bu yerimiz ko'ryapsiz, oxiriga yetyapti. Tushunarli. Mana bularimiz-chi, listlarimiz. Bular listlar 105 ming so'm bo'lib turibdi. 105 ming so'm birinchi sort-a, shundaymi usta aka? Birinchi sort yaxshilari. Birinchi sort yaxshilari. Xo'sh, bu tomonga kiradigan bo'lsak, ko'rsatib o'tib ketaverak usta aka, ishlab chiqarishlarini ham. Mana profillarda zavodga yetib kelganmiz. Bu yerda o'sha siz aytgan razmerda akalarimiz chiroyli qilishib chiqarib berishadi. Mana ularimiz nima bular? Bularni P profilimiz. Zakazgami deyman? Zakazga, xuddi shu 4 ga 4 dan firma to'qiydigan ustakalarimiz 4 ga 4 ustidan tushadigan holatda beringlar deyishgan, shunday qilib. Ha. O'sha holatga razmeri tepa qismini kattaroq, yo'ni kichikroq qilib qo'yamiz. 8 lik razmerimiz. Tushunarli. Xo'sh, mana bularimiz usta aka, bular nima? Bular hali tayyor bo'lmagan holat. Es qilinadimi? Yes, Pro. Ha. Bu profil stanok-a? Mana chiqish jarayoni bu tomondan list chiqadi. Mana bu tomondan mana tayyor profil bo'lib chiqib ketyapti. Akalarimiz shablonga qo'yishib, chiroyli qilishib, mana svarka qilishyapti. Qoyil, zo'r. Xo'sh, usta aka, sizga masalan pusto yerni ko'rsatsa ham, chiqarib beraversa, qancha nima ketadi, qancha u ketadi. Mana shuni o'chirib tursa zo'r bo'lardi. O'sha hisoblab chiqarib beraversa, usta aka? Ha, aka. Aha. Ustalarimiz ham bor. Biz ham maslahat beraveramiz, qo'ldan kelgancha hisoblab berilaveradi. Agar menga puxta qilib 0 hisoblab bering yo qilib bering desa, albatta ustalarimiz bor. Qilib beraveradi. Hozirlikda ishlaydi. Chanalar nechiga qo'yilgan yangi navesda usta aka? Chanalar mana o'zimiz chanadan naves qildik. Ko'pchilik qilsa bo'ladimi degan savol ko'p berishadi. Bunaqasi mana qori sifatida foydalandik. Ikkitasini bitta qilib. 9 metr. 9 metr birusini ko'tarib turibdi. Buni yana shu 11.70 ga bu tomoniga chiqarib qo'ysak ham bo'laveradi. U tomoniga yarim metr, bu tomoniga 1 metr chiqarib qo'ysam ko'taraveradi. 1,5 metrga chiqarsa bo'laveradi. Mana shu holatda qildik. Bu ham arzon tushsa kerak. 11.70 dan ikkita chanani qo'ydik. 23,5 metr uzunligi, listi chiqishi bilan 9.20 naves bo'ldi. Reka sifatida chanani o'zidan qo'ydik. Kam xarajat bo'ldi. 2.30 ga qo'yildi orasi. Qancha ketdi mana shu navesga? Bu navesimizga taxminan hali 100% hisoblab ulgurmadim. Menimcha shu 23 million 23 million ketdi. Atrofida ketdi. Shu 23,5 metrga 9.20. 9.20 ga 23,5 metr. 20 qancha dedingiz? 20? 23 atrofida. 23 million usta haqqi ham ichidami? Hamma narsa. Hamma bitishi? Bitishi. 23,5 million. Yo'q, ustalar o'zimizdan bo'lgan. Ya, o'sha pul berib hisoblaysizmi? Shunaqa. 23,5 millionga bitta. Tushunarli. Arzon. Xo'sh, usta aka, mana bu eshiklarimiz qancha berilyapti? Eshiklarimiz 550 ming so'm. 550 ming so'm eshiklarimiz. Metallom qancha bo'lib qoldi usta aka? Metallom 3800. 3800. Arqalislarimiz? Arqalislarimiz 610 ming so'm kattasi, 590 kichkinasi. Xo'sh, bularimiz-chi? Bular 200 ming so'm. Kattasi, katta razmeri, kichkina razmeri 180 ming so'm. 280 ming so'm-a? Yo, 180 ming. 180 ming so'm. Xo'sh, mana 93ligimiz bir donasi 24 ming so'm bo'ldi. 24 ming so'm. Hali aytgan polingiz monomi? Bu orqada mana bu tomonda ham bor. Bu tomonda ham. Kvadratni qanchadan qilib berasiz bularni? Kvadratni 85 ming so'mda mana shu hamma tomoni butun pol. Faqat shu beti ozmoz shilingan. Polga qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Polga qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Bitta kraska qilib yuboradi. Xunuklarimiz-chi? Xunuklarimiz 110 ming so'm. 110 ming so'm. 20 uzunligi, ugonliklar 25 ming so'm. 25 ming so'mdan. Mana o'sha
eng arzon pol so'ragan obunachilarimiz uchun. Razmeri o'sha 240 ga 116. 116 eng katta razmer. 1 kvadrat 85 ming so'mdan. 85 ming so'm. 85 ming so'mdan. Xo'sh, bundan tashqari akalarimiz tayyor masalan 6 metrlik konteynerlarda mana magazinlar, ko'chma uylar, baliqxonalarga, bundan tashqari sartaroshxonalar, hattoki hojatxona, ko'chma hojatxona ham tayyorlab qo'yishdi. Tushundingizmi aka? Ha, bitta ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi aka. Hali bunimiz hozirgi kunda bozorlarda atrofi, qurilishlar bo'lib turgan joy yoki bo'lmasa kimdir kattaroq ishxonasi bor, ayollar, erkaklar ishlaydigan hojatxona qurishdan ko'ra vaqtinchalik tezroq bitadigan sharoit deydigan bo'lsa, mana shunaqa qilib qo'ydik. 6 metrlik konteynerni o'rtasidan bo'lib, bu tomoniga ikkita tahoratxona, hojatxona, u tomoniga ikkita ayollar, erkaklar qilib, mana bu yerda tahoratga ham sharoit bor. Mana ayol qo'llar bemalol yuvib, bu tomonda mana qo'l yuvgani, yuz bet yuvgani, hojatxonalar mana hamma tomoni tayyor holatda. Tushunarli. Ya'ni bu yerda ikkita hojatxona, bitta tahoratxona, rakabina, ariston, suv doim bor. Utuplit qilingan, bu. Utuplit qilingan, to'lovchilar bor, Plotnisi yuqori hali pena minivatadan ishlatilgan, ustida yana 3 sm pena plus. Narigi tomonda ham xuddi shunaqa bor. Shunaqa aka. Ayollarga erkaklar. Yarmidan bo'lib, xohlasin bu tomon erkak, bu tomon ayollar qilib. Qancha qilib beryapsiz buni aka? Bunimizda shu turishi vodiy bo'ylab dastavkasi ichida $3400. $3400. Buni xohlagan ko'rinishda mebellargacha esa beraverasiz, masalan. Shunaqa aka. Ko'rsatamiz. Bu tomoni, ikkinchi tomoniga, ya'ni ikkita ayollarga alohida, erkaklarga alohida chiroyli qilishib o'sha bir vaqt o'zida 4 kishi kirib foydalansa bo'ladigan sharoit. Tushunarli. Qancha dedik pulni? 3000? $3400. $3400. Shuni olib boradi. Dastavkasi vodiy ichida. Svit shuni ulasa ishlatsa bo'laveradi. Shunaqa tokka ulansa bo'ldi, suvga tashqaridan kirish qo'yilgan suvni ular kanalizatsiyaga ulab qo'yilsa bo'ldi. Qolgan ishi yo'q. Ichida hamma ish qilingan tayyor. $3400 ha? $3400. $3400. Undan tashqari bu yerda o'sha arzonlari ham bor, oddiy xona shaklida ishlatadigan o'sha uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh, bunimiz chusta ekan? Bunimiz uyda o'rnida, vaqtin yashagan ishlatsa ham bo'laveradi. Dacha-pachaga, baliq ko'lga, baliq ko'llarga yoki bo'lmasa uyni noldan buzib tashlab turib, endi men qayerda yashayman degan odamga ham o'ylanmasa bo'laveradi. Bemalol uy bitguncha 5 oy yashab tursa bo'laveradi. Bular dekor plus shekilli. Dekor plus mana chiroylardan tanlab o'zimizga qilganmiz. Yo'q, hidi yo'q. Yaxshisidan qo'yilgan ekan. Tepalari patoloqlari bo'lgan. Pol utuplit, necha qavat utuplit qilingan? 2 qavat, 2 sloj. Minivata plotnisi zo'ridan, o'sha 5 sm-lik. Uni ustidan yana 3 sm-lik pena plus. 2 qavat qilib qilingan. Shuna tagiga gilamlar tashlab bergansizlar. Gilamlar tashlangan. Tushunarli. Tok montajlar to'liq bo'lgan. Shunday tokda ular kulchatir bosilsa yonadi. Kirish chiqishda asosiy avtomatlar bor. Bu yoqda mana rakvina, sanuzil, hojatxona, hamma narsasi bor. Aristonlar. Suv ustgacha buni ham yaxshisidan qo'yilgan ekan. Shunaqa aka. Hamma narsa hali foydalanishga yaroqli narsalar. Hali vaqtinchalik 1 kun 2 kunlik emas, aristonlar ham. Tushunarli. Yaxshisidan qo'yilgan. Hamma narsa aka. Xo'sh, bunimizni qancha qilib beryapsiz? Bunimiz $2400. $2400. Dastavkasi ichida qilib beryapmiz. Bu ham beryapmiz. o'sha aytgandek vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Mutlaqo tekin qolgan joylarga kelishiladi. Xo'sh, bunimizga kiradigan bo'lsak, bunimiz bitta katta xona ekan, ustaka. Shunaqa aka, buni endi ko'p maqsadlarda, xolasin do'kon qilishsin, xolasin sartaroshxona, ofislarga varianti bor. Buni oldini polni oynaga ham qilib beraverasiz. Oldini polni olib tashab turib, do'kon yo qahvaxona shunaqalar bo'lyapti hozir. Bunga stelajlarigacha tushunarli. Kelishilgan holatda qilib beriladi. Bularga masalan hozir sanuzillar, yotoqxona mebel, oshxona mebeldan qo'yib beraverasizmi? Qo'yib berilaveradi aka. Buni qancha qilib beramiz buni? Bunimiz $1900. $1900. Ya'ni eng arzoni $1900. Bu yoq o'sha klient xohishiga qarab turib, ichlarini o'zgartirib, shunaqa. 6 metrlik, 12 metrdan yasab berilaveradi. Xuddi shunday ekan. Tushunarli. Xo'sh, menimcha hamma ma'lumotni berdik ustaka. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha berdik. Endi kam-ketiga kimdadir savol bo'lsa, telefon orqali. Tushunarli. Xo'sh, qadrdonlar, Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik. Mana shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab bittadan like bosib, shunaqangi narsalarni izlayib turgan tanish-bilishlarga, gruppalarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Ustaka bizning kanaldan chiqqanlarga necha-picha bonuslar qilib beramiz hozir. Kelishtirib. Zo'r. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.